Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun 11-aprel 2025-yil navbatdagi laboyimizga chiroyli bo'lgan ashibgani bo'ldik. Bu laboyimiz egalari ham Farg'ona viloyati Rishton tumanidan ketdi. Laboyimiz egalarini labosiga polni mana bunaqa joylariga shumkalar qilingan, konteyner pollari joyida qilingan, ichlaridan fenoplex shumkalar qilingan. Mana ko'rib turibsizlar, samolyot zakolobkalari tag qismlarida yo'q. Bu joylari ham mana 1,5 sm ichkariga qaytgan. Bugungi bu laboyimiz 3-labo bo'ladi. Mana rezinka tashlanmagan holati mana shu holatda bo'ladi. Bu 850 mingga bitgan shumka, konteyner pol, Penoplex. Mana bu joyga sandiqlari bor. Avvalgi videolarda qo'yganmiz, kirib ko'rishingiz mumkin. Rezinka tashlansa, rezinkasini ham alohida sotilaveradi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i. 1 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yasizlar. Murojaat uchun mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatishda davom eting, sog' bo'ling, salomat bo'ling.